Tasavvur qiling, butun quyoshni bir joyga siqib, bir nuqtaga joylashtirish mumkin. Bu qora tuynuk olamdagi eng sirli, eng xavfli kuch. U hatto yorug'likni ham o'ziga tortadi. Qora tuynuklar yulduz portlagandan so'ng paydo bo'ladi. U shunchalik zichki, hatto vaqt ham u yerda sekinlashadi. Agar siz qora tuynuk yaqinida bo'lsangiz, u sizni cho'zib yuboradi. Bu jarayon spagifikatsiya deb ataladi. Ba'zi olimlar aytadiki, qora tuynuklar ichida boshqa olamlar bor. Ehtimol, kimdir u yerdan bizga qarayotgandir. Agar siz qora tuynukka yaqinlashsangiz, oxirgi ko'radigan narsangiz yulduzlarning egilgan nuri bo'ladi. Chunki qora tuynuk bu fazo va vaqtning o'zi cho'zilib ketgan joy. U yulduzlarning o'limidan tug'iladi. O'sha portlashdan so'ng qolgan og'ir yadrosi o'z og'irligiga yengolmay, o'ziga qulaydi. Natijada u hatto yorug'likni ham qochira olmaydigan darajada zichlashadi. Bu qora tuynuk uning ichida nima borligini hech kim aniq bilmaydi. U ovoz chiqarmaydi, u yorug'lik tarqatmaydi. Ammo u harakatda. Bu qora tuynuk olamdagi eng kuchli va eng jimjoy zot. U yulduzlarni yutadi, vaqtni egadi, fazoni buklaydi. Har safar biron narsa qora tuynukka yaqinlashsa, u g'oyib bo'ladi. Abadiy, ammo ehtimol u yo'q bo'layotgan emasdir, balki boshqa bir olamga o'tayotgandir. Qora tuynuk bu yo'qolish emas, sirning boshlanishidir.